Charm qo'lqop ustalarimizning jahon chempionatidagi har bir jangini ularning oila a'zolari katta hayajon, faxr, iftixor bilan kuzatib borishdi. Zero ushbu muvaffaqiyatlar yangi O'zbekiston yoshlarining yuksak mahorati va kuchli irodasini butun dunyoga namoyon etdi. Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Dehqonchilik qishlog'ida bayramona kayfiyat. Bu yerda tug'ilib o'sgan bokschi Akmaljon Isroilov jahon chempionatida mezbon Angliya sportchisini mag'lub etib, O'zbekistonga 6 medalni taqdim qildi. Bu g'alaba nafaqat mamlakatimiz, balki uning qishlog'i ahli uchun ham katta iftixor bo'ldi. Mana O'zbekistondan borgan hamma bolalarimizga tilak qilib, shunaqa hayajonlanib o'tiribmiz. Bolalarimiz mana yaxshi natijalarga erishyapti. Buni tagida tinimsiz mehnat yotibdi. Shu mehnat qildi, bugun mevasini ko'ryapmiz. Qo'llab-quvvatlaganlarga ham rahmat, davlatimizga ham rahmat. Chempionlik jangidan so'ng Akmaljonning nomi sport ixlosmandlari orasida yanada mashhur bo'ldi. Jahon chempionatidagi zafari tufayli yurtimiz bayrog'i yana bir bor yuksak minbarda ko'tarildi.